Hayvonlar gapirishni bilmaydi, ammo veterinarimiz uni davolaydi. Buni asosiy 4 ta sababi bor. Buni bilib olsangiz, hayvoningizga o'zingiz tashxis qo'yib, tezda yordam berishingiz mumkin. Demak, videoni oxirigacha ko'ramiz. Meni hayvonim hech narsa yemayapti, hatto suv ham ichmayapti. Ancha holdan toygan, quloqlari sho'lpaygan. Buni sababi tan haroratini ko'tarilgan bo'lishi mumkin yoki hozir yozgi issiq kunlarda quyosh urib qo'ygan bo'lishi mumkin. Meni hayvonim kunduzi bilan bezovta, hatto tunlari ham mo'rab, xolijonimga qo'ymayapti. Uni asosiy sababi hayvoningiz kuyikka kelgan, uni tezda urug'lantirishingiz kerak. Odatda meni molim tuqqandan keyin qancha vaqtda urug'lantirishim kerak? Asosan hayvonlar tuqqandan so'ng 40 kun ichida urug'lantirsangiz, siz o'zingiz yuqori mahsuldorlikni saqlab qolasiz hamda 1 yil ichida qaytadan buzoq olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Meni buzog'im yosh turib qorin sovoryapti, hatto eshak qoringa ham aylanib qolyapti. Bu juda katta muammolardan biri. Siz kelajakda yuqori mahsuldor beradigan hayvon ola olmasligingiz mumkin. Siz ratsioningizda dag'al ozuqalarni kamaytirib, konsentrat ozuqalarni ko'paytirishingiz kerak. Chorva olamida daromadni oshirishning asosiy yo'li kasallikni davolagandan uni oldini olgan afzal. Kanalimizga obuna bo'ling va mutaxassislarning foydali maslahatlaridan xabardor bo'ling.